Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch deyish mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqa oladigan insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki 20 maydan boshlab pensiyangiz yangi ma'lumotnomasiz bloklanishi mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, bloklanishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki jiddiy ogohlantirish. Va uni e'tiborsiz qoldirish sizga oilangizga moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa shu kunlarda ko'plab insonlar orasida bu mavzu qizg'in muhokama qilinayotganini inobatga olib, sizga aniq va ishonchli ma'lumotlarni yetkazishni o'z burchim deb bildim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Toki bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib borsin va hech kim pensiyasiz qolmasin. Keling, bu murakkab vaziyatni birgalikda tahlil qilaylik va harakatlar rejasini tuzib chiqaylik. Core of the problem. Xo'sh, avvallari nafaqa tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi? Ko'pchilik uchun nafaqa olish jarayoni ancha sodda edi. Bir marta hujjat topshirilgach, odatda maxsus holatlar yuzaga kelmasa, masalan, yashash joyi o'zgarishi, shaxsiy ma'lumotlarning o'zgarishi yoki boshqa shunga o'xshash holatlar, pensiya muntazam ravishda avtomatik tarzda to'lab kelinardi. Har yili qandaydir yangi ma'lumotnoma talab qilinmasdi. Pensiya jamg'armasi o'zi tegishli ma'lumotlar bazalaridan axborotlarni yangilardi. Ko'p hollarda nafaqaxo'rning o'zi uchun ortiqcha ovoragarchilik yuzaga kelmasdi. Bu tizim o'zining qulayliklariga ega edi, albatta. Nafaqaxo'rlar osongina pensiyalarni olishardi va ortiqcha byurokratik to'siqlarga duch kelmasdilar. Biroq zamon o'zgaryapti, texnologiyalar rivojlanmoqda va davlat organlari ham xizmatlarni yanada shaffof, adolatli va samarali qilishga, shuningdek, pensiya tizimidagi ayrim kamchiliklarni bartaraf etishga intilmoqda. Aynan shu maqsadlarda yaqinda qabul qilingan yangi qonunchilik hujjatiga, aniqrog'i, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining pensiya ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish va uni raqamlashtirishga qaratilgan qaroriga asosan nafaqalarni hisoblash va to'lash tizimiga jiddiy o'zgarishlar kiritilmoqda. Endi 20 maydan boshlab nafaqa olishda yangi turdagi ma'lumotnoma talab etilishi belgilanmoqda. Bu nafaqat yangi qoidalarni joriy etish, balki butun tizimni raqamlashtirish va optimallashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotning bir qismi hisoblanadi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensiya to'lovlarining aniqligini oshirish. Ya'ni haqiqatda nafaqa olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga yoki vafot etganlarga noqonuniy olinayotgan nafaqalarning oldini olish. Shuningdek, nafaqaxo'rlar haqidagi ma'lumotlar bazasini doimiy ravishda yangilab borish va ularning dolzarb holatini tasdiqlashdir. Ba'zilar buni ortiqcha byurokratiya deb hisoblashi mumkin, ammo davlatning fikricha bu tizimning barqarorligini ta'minlash, davlat byudjetining samarali sarflanishini ta'minlash va har bir fuqaroning huquqlarini ishonchli himoya qilish uchun zaruriy qadamdir. Bu yangi ma'lumotnoma nafaqaxo'rning hayotdaligini, yashash joyi o'zgarmaganligini va nafaqa olish uchun belgilangan shartlarga hali ham mos kelishini tasdiqlovchi bir xil raqamli tekshiruv vazifasini o'taydi. Shu tariqa pensiya tizimi yanada adolatli va shaffof bo'lishiga erishiladi. Main part 1. Detail breakdown demak, hurmatli tomoshabinlar, aynan qaysi ma'lumotnoma haqida ketyapti, uni qanday olish kerak va bu kimlarga ta'sir qiladi? Yangi joriy etilayotgan bu ma'lumotnoma bu aslida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning va nafaqa olish huquqingizning joriy holatini tasdiqlovchi hujjat bo'lib, uni shartli ravishda elektron rezidentlik va dolzarb holat ma'lumotnomasi deb atashimiz mumkin. Bu hujjat asosan sizning yashash joyingiz, shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi, ya'ni pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmaganligi, boshqa davlatdan pensiya olmayotganligingiz va nafaqa olish uchun belgilangan barcha mezonlarga hali ham mos kelishingizni tasdiqlaydi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga ko'ra, har bir nafaqaxo'r, agar boshqa qoida belgilanmagan bo'lsa, yiliga bir marta ushbu ma'lumotnomani taqdim etishi shart bo'ladi. Bu tartib, ayniqsa, ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida uzoq vaqtdan beri yangilanmagan. Elektron xizmatlardan foydalanmaydigan yoki noqonuniy pensiya olish holatlarini oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Xo'sh, kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Keling, aniq hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kimlar tashvishlanishi kerak? Misol 1.75 yoshli Murod aka.
U kishi Farg'ona viloyatining uzoq bir qishlog'ida yolg'iz yashaydi. Smartfon tutmaydi. Kompyuter savodxonligi past. Televizordagi yangiliklarni ham uncha diqqat bilan kuzatmaydi. Har oy nafaqasini mahalliy pochta orqali oladi. Uning yagona axborot manbai qo'shnilari yoki mahalliy oqsoqollar. Murod aka uchun bu yangilik katta muammo bo'lishi mumkin. Chunki u ma'lumotnomani elektron tarzda olish yoki topshirishga qiynaladi. Eng yaqin davlat xizmatlari markazi DXM uning qishlog'idan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan. U yerga borish uchun transport muammosi bor. Ustiga ustak salomatligi ham unchalik yaxshi emas. Agar u o'z vaqtida, ya'ni 20 gacha bu ma'lumotnomani olib pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, uning pensiyasi vaqtincha to'xtatiladi. Bu degani Murod aka 20 dan keyin nafaqasini ola olmaydi. To'lovlar muzlatiladi. Uning yagona tirikchilik manbai shu pensiya bo'lgani uchun bu uning hayotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tasavvur qiling, uning dori-darmon, oziq-ovqat olishiga qanday ta'sir qilishini. Misol 2. 8 yoshli Gulnora opa. U uzoq yillardan beri 2 guruh nogironligi pensiyasini oladi. Uning salomatligi og'ir, suyak bo'g'im kasalliklari tufayli o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qiyin. Uydan kamdan kam chiqadi. Shaharda yashasa-da, yaqin qarindoshlari ham uzoqda, uning yonida doimiy yordamchi yo'q. Gulnora opa ham yangi ma'lumotnomani qanday olish kerakligini bilmaydi. Chunki uning o'zi davlat idoralariga borishga, hatto avtobusga chiqishga ham qiynaladi. Agar u yaqinlari yordamida bu ma'lumotnomani olib topshirishga ulgurmasa, u ham nafaqasiz qolishi mumkin. Uning ahvolida har bir tiyin muhim ahamiyatga ega. Chunki unga muntazam ravishda dorilar sotib olish va parvarish uchun mablag' kerak. Pensiyasining bloklanishi uning hayot sifatini keskin yomonlashtirishi mumkin. Misol 60 yoshli Jasur aka. U bir necha yildan beri Germaniyada o'g'lining yonida yashaydi va O'zbekistondan pensiya oladi. U uchun bu ma'lumotnomani olish va o'z vaqtida O'zbekistonga yuborish haqiqiy bosh og'riqqa aylanadi. U konsullik orqali yoki elektron usulda qandaydir yo'l tutish kerak bo'ladi. Chet elda bo'lganligi sababli uning O'zbekistonda elektron imzo olishi qiyin. Konsullikda bunday xizmatlar mavjudligi yoki ularning murakkabligi ham alohida masala. Agar u bu jarayonni tushunib yetmasa va amalga oshirmasa, uning pensiya to'lovlari ham bloklanadi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari uchun axborot olish imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkinligi bois bu holatda alohida e'tibor talab qilinadi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Misol 1. Yaqinda nafaqaga chiqqan, masalan, 55 yoshli Rano opa. U mobil ilovalardan, internet bankingdan faol foydalanadi, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan. U uchun bu ma'lumotnomani yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov orqali elektron shaklda olish va pensiya jamg'armasiga yuborish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki u raqamli savodxonlikka ega va yangi tizimlarga tez moslasha oladi. Uning pensiyasi uzluksiz to'lanadi. Chunki u belgilangan muddatda barcha talablarni osongina bajara oladi. U hatto bu ishni uydan chiqmasdan bir necha daqiqa ichida amalga oshirishi mumkin. Misol 2. Shuningdek, ba'zi bir alohida toifadagi nafaqaxo'rlar uchun bu qoidadan istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, doimiy ravishda davlat g'amxo'rligida bo'lgan ixtisoslashtirilgan muassasalarda, masalan, qariyalar uylari, nogironlar internatlari, yashovchi shaxslar uchun alohida tartiblar belgilanishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni o'sha muassasalarning o'zidan bevosita olishi ehtimoli bor. Va nafaqaxo'rning o'zi yoki uning qonuniy vakillari ortiqcha harakat qilishlariga hojat qolmasligi mumkin. Ammo bu haqda aniq ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlaridan aniqlashtirish zarur. Agar siz yangi pensiya tayinlash bo'yicha hujjat topshirgan bo'lsangiz va bu jarayon yaqinda, masalan, so'nggi 6 oy ichida yakunlangan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangilangan bo'lishi mumkin va birinchi yil uchun bu talab sizga taalluqli bo'lmasligi ehtimoli bor. Chunki sizning hujjatlaringiz yangi tizim orqali kiritilgan va sizning ma'lumotlaringiz dolzarb hisoblanadi. Lekin buni ham pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish tavsiya etiladi, xotirjamlik uchun. Hech kim noto'g'ri tushunmasligi uchun har qanday holatda ham pensiya jamg'armasiga yoki DXMga murojaat qilish ortiqchalik qilmaydi. Main part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Hurmatli tomoshabinlar. Har bir qoidada bo'lgani kabi bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, alohida e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Istisnolar.
yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun bu talab qo'llanilmasligi mumkin. Misol uchun, doimiy ravishda davlat g'amxo'rligida bo'lgan, ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasalarda yoki keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan internet uylarida yashovchi shaxslar. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni o'sha muassasalarning o'zidan bevosita elektron ma'lumot almashinuv tizimi orqali olishi ehtimoli juda yuqori. Ya'ni bu nafaqaxo'rlarning o'zi yoki ularning qonuniy vakillari ortiqcha harakat qilishlariga hojat qolmasligi mumkin. Ammo bu haqda har bir muassasa o'zining nafaqaxo'rlarini yoki ularning qarindoshlarini alohida xabardor qilishi lozim. Shuningdek, inguru nogironligi bo'lgan va to'shakka mixlangan mutlaqo harakatsiz shaxslar uchun ham alohida tartib ko'zda tutilishi mumkin. Bunday insonlar jismonan davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasiga bora olmaydilar. Ularning elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati ham cheklangan bo'ladi. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi xodimlari fuqaroning yashash joyiga borib, holatni joyida o'rganishi va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishi mumkin. Bu uyga chiqish xizmati ayniqsa og'ir bemorlar uchun juda muhimdir. Lekin bu holatlarning barchasi rasmiy tasdiqlangan bo'lishi va pensiya jamg'armasi bilan oldindan kelishilishi kerak. Shuni eslatib o'tishim kerakki, bunday istisnolar har doim ham avtomatik tarzda qo'llanilmasligi mumkin. Shuning uchun hatto bunday toifaga kirsangiz ham pensiya jamg'armasi yoki Deksim bilan bog'lanib, o'z holatingizni aniqlashtirish foydadan xoli bo'lmaydi. Qiyinchiliklar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar, pitfalls. Muddatni o'tkazib yuborish. Birinchi va eng muhim qiyinchilik bu ma'lumotnoma olish uchun belgilangan muddatni, ya'ni 20 oyni o'tkazib yuborish. E'tibor bering. 20 oygacha degan muddatni o'z qulog'ingizga qo'rg'oshdek quyib oling. Agar shu kungacha topshirilmasa, pensiya to'lovlari darhol to'xtatiladi. Bu ayniqsa har oy pensiyasiga bog'liq bo'lgan insonlar uchun jiddiy moliyaviy zarba bo'lishi mumkin. Pensiya to'xtatilgandan keyin uni qayta tiklash uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab qilinadi. Bu esa noqulayliklar tug'diradi. 2. Rasmiy manbalardan emas, balki mish-mishlarga ishonish. Ikkinchi bir muammo rasmiy manbalardan emas, balki mish-mishlarga, ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonish. Turli xil yolg'on ma'lumotlar, hatto firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ular sizga yordam berishni taklif qilib, pul undirmoqchi bo'lishadi. Faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy sayti PUZ, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyGov.uz, O'zbekiston pochtasi, ajning rasmiy e'lonlari yoki davlat xizmatlari markazlarining ma'lumotlariga ishoning. Shubhali shaxslar yoki tashkilotlarga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. UTU, elektron tizimlar bilan ishlashda tajribasi yo'q bo'lganlar uchun qiyinchiliklar. 3-dan, elektron tizimlar bilan ishlashda tajribasi yo'q bo'lganlar uchun ma'lumotnomani onlayn olish murakkab bo'lishi mumkin. Elektron imzo olish, MyGov.uz portalida ro'yxatdan o'tish, shaxsiy kabinetga kirish kabi jarayonlar ba'zilar uchun jiddiy qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu holatda yaqinlaringizdan, farzandlaringizdan, nevaralaringizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga bu jarayonlarni amalga oshirishda yordam berishga majbur. Kutilmagan holatlar va nozik nuanslar. 1. Vaqtinchalik chet elda bo'lish. Aytaylik, siz vaqtinchalik chet elga, masalan, davolanish yoki qarindoshlarnikiga mehmonga ketgansiz va 1 mayga qadar O'zbekistonga qaytib kelish imkoniyatingiz yo'q. Bunday holatda qanday yo'l tutish kerak? Odatda bunday vaziyatlar uchun O'zbekistonning chet eldagi konsullik xizmatlari orqali tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish yoki O'zbekistondagi ishonchli vakil, masalan, qarindosh orqali harakat qilish mumkin. Lekin bu ham alohida va aniq tartibga ega bo'lishi kerak. Konsulliklar orqali hayottalik to'g'risida ma'lumotnoma olish mumkin. Lekin bu ma'lumotnomani keyin pensiya jamg'armasiga yuborish tartibini ham aniqlashtirish muhim. 2. Tizim xatolari yoki ma'lumotlar eskirganligi yoki agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida yangilanmagan bo'lsa, lekin siz aslida barcha talablarga javob bersangiz, tizim xatosi tufayli pensiya bloklanish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Masalan, siz pasportingizni almashtirgansiz, ammo bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida o'z vaqtida yangilanmagan. Bunday holatda albatta pensiya jamg'armasiga yoki Deksimga murojaat qilish va holatni tushuntirish, zarur bo'lsa, tegishli hujjatlar bilan o'z huquqlaringizni isbotlash kerak bo'ladi. Ba'zan shaxsiy ma'lumotlardagi kichik nomuvofiqliklar ham
bloklanishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlaringizning bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish muhim. O't, vafot etganlarning pensiyasi. Bu yangi ma'lumotnomaning joriy etilishining asosiy sabablaridan biri vafot etgan shaxslarning pensiyalarini noqonuniy ravishda olish holatlarining oldini olishdir. Afsuski bunday holatlar uchrab turadi. Yangi tizim bu kabi holatlarni aniqlash va ularga chek qo'yishga yordam beradi. Ammo bu o'z navbatida vafot etgan shaxsning qarindoshlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi o'z vaqtida vafot etganlik haqidagi ma'lumotlarni olmay qolishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda albatta pensiya jamg'armasini xabardor qilish lozim. Xulosa qilib aytganda, bu yangi tartib nafaqaxo'rlar uchun ba'zi noqulayliklar tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, tizimning shaffofligini oshirish va uning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Eng muhimi bu jarayonni o'z vaqtida tushunib yetish va zaruriy qoralarni ko'rish. Practical advice, specific steps demak, hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. 20 oygacha nima qilish kerak? Pensiyangiz bloklanmasligi uchun qanday harakatlar qilish lozim? Quyida siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bir qadam. Vaziyatni baholash va rasmiy xabarlarni tekshirish. Avvalo, siz o'zingizning holatingizni baholang. Siz yuqorida aytib o'tilgan tashvishlanish kerak bo'lgan guruhga kirasizmi? Yaqinda pensiya tayinlash bo'yicha hujjat topshirmagan bo'lsangiz, elektron xizmatlardan faol foydalanmasangiz, darhol harakatga kirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, so'nggi paytlarda pensiya jamg'armasidan yoki boshqa davlat idoralaridan sizga qog'oz shaklida xat, SMS xabar yoki MyGov.uz orqali xabar kelganmi yo'qmi, shuni tekshiring. Ba'zida ogohlantirishlar oldindan yuboriladi. 2 qadam. Ma'lumotnomani olish usulini tanlash. Siz uchun qaysi usul qulayroq ekanligini aniqlab oling. Ikkita asosiy usul mavjud: elektron va shaxsan murojaat qilish. Elektron usulda onlayn MyGov.uz orqali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa va kompyuter yoki smartfon yordamida ishlashni bilsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali ushbu ma'lumotnomani onlayn olish eng tez va qulay yo'l hisoblanadi. 1. E-imzo mavjudligini tekshirish. Agar e-imzoingiz bo'lmasa, uni Davlat soliq qo'mitasining davlat xizmatlari markazlari yoki onlayn tarzda jismoniy shaxslar uchun olishingiz mumkin. Bu bir necha daqiqa vaqt oladi va uning muddati cheklangan bo'ladi. Shuning uchun e-imzoingizning amal qilish muddatini ham tekshirib oling. 2. MyGov.uz portaliga kirish. Brauzeringiz orqali MyGov.uz saytiga kiring. 3. Shaxsiy kabinetga kirish. Saytning yuqori o'ng burchagidagi kirish tugmasini bosing va e-imzo orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. E-imzo faylini tanlab parolingizni kiriting. Do'cha xizmatni topish, qidiruv maydonchasiga nafaqa yoki ma'lumotnoma so'zlarini kiriting. Nafaqa to'lovlari bo'yicha ma'lumotnoma olish yoki shunga o'xshash nomdagi xizmatni tanlang. Xizmat nomi rasmiy e'lonlarga qarab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'ling. 5. Arizani to'ldirish. Xizmat sahifasiga kirganingizdan so'ng tizim avtomatik ravishda sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni chiqarib beradi. Barcha ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir maydonlarni to'ldirish kerak bo'lsa, ularni diqqat bilan to'ldiring. 6. Ma'lumotni shakllantirish, ariza yuborish yoki ma'lumotni shakllantirish tugmasini bosing. Odatda ma'lumotnoma bir necha daqiqa ichida shakllanadi va uni elektron shaklda PDF formatida yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotnoma elektron imzo bilan tasdiqlangan bo'lib, yuridik kuchga ega. Bir shaxsan murojaat qilish, DXM yoki pensiya jamg'armasi orqali. Agar elektron usul siz uchun qulay bo'lmasa, xavotir olmang. Siz davlat xizmatlari markazlariga, DXM yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Bu usul ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun qulayroq hisoblanadi. Chunki ular tirik aloqani afzal ko'radilar. Buning uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi: asli va nusxalari pasportingiz yoki shaxsingizni tasdiqlovchi boshqa hujjat, masalan ID karta. Nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, ariza DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga to'ldirishga yordam berishadi. Arizada siz ushbu yangi ma'lumotnomani olishni so'rashingiz kerak bo'ladi. DXM xodimlari sizga barcha jarayonlarni bajarishda yordam beradi. Shu jumladan elektron arizani to'ldirish va ma'lumotnomani chop etishda. Ular sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi va ma'lumotnomani chop etib beradi. Pensiya jamg'armasi bo'limlarida ham
xuddi shunday tartibda yordam olishingiz mumkin. U yerda kutish zalida odamlar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun ertaroq borishni yoki kamroq odam bo'ladigan kunlarni tanlashni tavsiya qilaman. Xizmat uchun davlat boji undirilishi mumkin. Bu haqda DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan aniqlashtiring. 3 qadam. Ma'lumotnomani topshirish. Ma'lumotnomani olganingizdan so'ng uni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga topshirishingiz kerak. Asl elektron shaklda olgan bo'lsangiz. Agar siz uni MyGov orqali elektron shaklda olgan bo'lsangiz, ko'p hollarda u avtomatik ravishda pensiya jamg'armasi tizimiga yuboriladi. Ammo xotirjamlik uchun MyGov portalidagi xizmat holatini tekshirishingiz yoki pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib ma'lumotnomangiz yetib borganiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Ba'zi holatlarda uni MyGov orqali pensiya jamg'armasiga yuborish uchun alohida tugma bo'lishi mumkin. Qog'oz shaklida olgan bo'lsangiz. Agar siz uni DXM yoki pensiya jamg'armasidan qog'oz shaklida olgan bo'lsangiz, uni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan olib borib topshirishingiz shart. Topshirganingizda albatta ma'lumotnomaning bir nusxasiga qabul qilinganligi to'g'risidagi belgi, shtamp, sana va imzo qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar uchun sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Yoki ishonchli pochta xizmatlari orqali, masalan, O'zbekiston pochtasi orqali xatni ro'yxatdan o'tkazilgan holatda zapisnoy yuborishingiz mumkin. Asosiysi u 20 oygacha pensiya jamg'armasiga yetib borganiga ishonch hosil qilish. 4 qadam. Yakuniy muddatni esdan chiqarmang. 20 oy bu qizil chiziq. Bu kungacha barcha zaruriy harakatlarni amalga oshiring. Muddatni o'tkazib yuborsangiz pensiya to'lovlari bloklanadi va uni qayta tiklash uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab qilinadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qancha muammolar kelib chiqishini yuqoridagi misollarda ko'rib chiqdik. Shuning uchun bu muddatni jiddiy qabul qiling va zudlik bilan harakat qiling. Muhim eslatma. Agar siz ma'lumotnomani topshira olmaganingiz sababli pensiyangiz bloklansa, vahima qilmang. Bu dunyoning oxiri emas. Bu muammoni hal qilish mumkin. Keyinchalik ma'lumotnomani topshirganingizdan so'ng pensiya to'lovlari qayta tiklanadi va odatda o'tkazib yuborilgan oylar uchun ham to'lovlar to'liq amalga oshiriladi. Ya'ni siz yo'qotgan mablag'ingizni qaytarib olasiz. Ammo bu jarayon biroz vaqt olishi mumkin. Masalan, 1 oydan 3 oygacha cho'zilishi ehtimoli bor. Bu vaqt ichida siz moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmasligingiz uchun oldindan harakat qilish va 20 oygacha barcha ishlarni bitirish eng yaxshi yechimdir. Qo'shimcha maslahatlar, yaqinlaringizga yordam bering. Agar oilangizda yoshi ulug' yoki nogironligi bor insonlar bo'lsa, ularga bu jarayonni tushuntirishda va ma'lumotnomani olishda yordam bering. Ularning pensiyasi sizning yordamingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Isbotlarni saqlang. Har qanday hujjatni topshirganingizda yoki elektron xizmatdan foydalanganingizda uning tasdiqlangan nusxasini yoki elektron qabul qilinganligi haqidagi xabarnomani saqlab qo'ying. Bu agar kelajakda muammo yuzaga kelsa, sizning himoyangiz bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, agar sizda biron bir savol tug'ilsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki davlat xizmatlari markazlarining kol markazlariga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy manbalardan aniq ma'lumot oling. Umid qilamanki, bu batafsil ko'rsatmalar sizga pensiyangizni bloklanishidan saqlab qolishda yordam beradi. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 20 oydan boshlab pensiyangizni bloklanishidan saqlash uchun yangi elektron rezidentlik va dolzarb holat ma'lumotnomasini o'z vaqtida olish va pensiya jamg'armasiga taqdim etish zarur. Bu juda muhim. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Balki sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan bir talabdir. Unutmang, har bir nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi va ularni himoya qilishi kerak. Bu jarayon esa o'z huquqlaringizni amalga oshirishning bir qismidir. Bu videodagi ma'lumotlar sizga yordam beradi deb umid qilaman. O'z fikrlaringizni, bu boradagi savollaringizni, balki siz duch kelgan qiyinchiliklarni yoki qanday yechim topganingizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki shu kabi muhim va shoshilinch ma'lumotlar sizga birinchilardan bo'lib yetib borsin va siz doimo xabardor bo'lib turing. O'zingizni ehtiyot qiling. Barcha hujjatlaringizni tartibda saqlang va doimo rasmiy manbalardan ma'lumot olishga intiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha